Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Bog'ot tumani Qulonqarabog'damiz. Bu yerni Lelinam deydilar evveldan. Yosh o'smir mahallasi Mahmud Aqs Zamaxshariy ko'chasindamiz. 21-uyda Botir og'aning uyidamiz. Uyimizni ko'rinishini 2 etaj uy. Adres tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Qulonqarabog'ga kelgandan keyin bir oilaviy poliklinika bor. Shu poliklinikadan yonboshidan to'g'ri kelaverishingizda chap qo'lda 2 etaj joy. Uyimizda ham ko'mirdan otoblarni o'tirib berdik. Hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Xudo qalasa, bu keyingi ishimizga yuklangan materiallar, keyingi ishimiz ham shu yosh o'smir mahallasida bo'ladi. Bundan bir ko'cha yan tarafda. Bu yerda ham hamma material o'zlarimizdan bo'ldi. Xudo qalasa, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, kanal nomerlarini qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Uyimizning to'liq adresi Yosh o'smir mahallasi Mahmud Aqs Zamaxshariy ko'chasi 21-uy Botir og'aning uyi. Bu uyimizda ham shunday zamonaviy dur alyumin batareyalarımızdan qo'yib joylatib ishlab berganmiz. Uyimizni ko'rib turganlaringizdek ham yer oboy bo'lgan, patologlar natijnoy. Oboylarni ham, natijlarni ham shikast yetkazmagan holda joylatib ishlab berdik. Uyimizda shu 10 tochka bo'ldi. 8 yere batareya qo'yildi. Ko'tarimiz 2 tochka bo'ldi, batareyalarimiz 8 tochka bo'ldi. Bu uyimizda ham shunday 90 gradus bukib, rezvolarni yonib, rossiyskiy latunniy granitlardan qo'yib ishlab berganmiz. Oboy bo'lgan yerlarni ishlashimiz, jammasi xudo qalasa qo'llangancha turbani diametrida. Uyimiz 2 etaj. Konteyner şuradan tushirib yubordik, ozroq yerini. Kadyolar borincha yishor, uning polni teyindan bo'ldi. Bu uyimizda 30 metr 32lik, 54 metr 25lik, 21 metr 20lik ishlatib berganmiz. 127lik morlarimiz 6 metr bo'lgan. Dalanimiz kichkinaroq ekan, giraverasha 25 deb birini qo'yganmiz. Va ikkinchi batareyamiz. Birimiz spalni, birimiz 18 deb qo'ydik. Batareyalarimizni e'tibor berasizlar, bir yoq taraflama ulaganmiz. Natijnoylarni ham o'zlarimiz qo'shib joylatib tushirib berdik. Batareyalarimiz hammasini 100% qizdirib, yoqib topshirib berdik. Bir tekis qizib turibdi batareyamiz, bir yoqdan ulangandan qaramaydi. Podachimiz to'g'ri tushib, apparatga qo'shilib ketgan. Va ikkinchi batareyamiz. Berimiz, yana bir spalnimiz, bu 3-cü batareyamiz. Katyolumuz şu devalın arkasında xonada joylashtirganmiz. Berimizda ham shu 15 lat qo'yib berdik. Turbalarni ham pontini akkuratlanib tushirib, turbaning diametrini bo'lishib ishladik. Natijnoylarni ham ko'rib turibsizlar. Xudo qalasa akkuratlanib chiqarib berganmiz. 3-cü batareyamiz. Baylarımıza bir 5 lat to'shab berdik. Ko'knalarimizni ham bellarimiz hammeri 25lik bo'lgan. Bir ikinci etajımız. Berimiz ham 12 lat bir yere qo'yib berdik. Sebebi ikinci etajda bir issiroq bo'ladi, shuning uchun granitlardan ko'rib turganingizdek yarım qo'yibmiz, bo'lmasa dumjalliq qizib ketadi. Sebebi to'g'ri podachini o'zini olib qo'yganimiz uchun ko'proq qizadi. Yarımroq qo'yib ishlataveradi. Otobiylarimiz samotyok sistema bo'lib turibdi. Xudo qalasa bu yerdan bakımlar chiqarib berganmiz. Bir dona ishda to'qa to'g'ri gap qoldik. Ochib uzatib berdik. Katyoldan chiqib kelib, daha oxirgi batareyamiz shu yerimizgacha 32lik bo'lgan, qolgan ham meri 25lik bo'ldi. Va ikkinchi etajimizda podachi chiqib kelgan yerimiz sho'rdan tarqalgan. Bayaqimiz birinchi etaji tushib turibdi. Morlarimiz ham yana azbizlarni yezib, bezapasini yetib 120 metr diametrda chiqarib berganmiz. Turaverasizlar, katyolimiz xudo qalasa yonib turibdi. Tochkasini 450 ming so'mdan ishlaganmiz. Oboy bo'lgan yerlarni o'zi 500 ming so'mdan ishlaymiz. Bu 6-cı batareyamiz. Bu 7-ci batareyamiz edi. Keyin bu ikinci etajda zalimiz. Berimizdan
15 lat birer koyganmiz. Bunam kranikini yarım yil koyupmiz. Bakılasa arkadan telefon araslayna bu oyunlanan çıralatip birovni mehnatini yapmagan halda akkurat netip işlep beremiz. Bu ahırga şu 8-nji modelimiz bunam böküp içime bir şey etmiyoruz koyupmiz kollarından. Bakılasa videomuzu küzetip barayım şu ahırından. Azı katyollarından bir hata gösterip ötemiz. Berimizden şunda özümüze işlep çıkartılan 4 kitaplı katyollarımızı koyup sonra fiyat verdik. Samotyok işleş üçün kraniklerini koyup nasozlarından koyup vergenimiz. El nasozlarını işletmedik, ataplayamız samotyok sistemada işlettik. 50 gradusdan öz tuttu. Buya geçen, aytip ötgende material özlerimizden buldu. 29.619.000 so'm pul chiqdi. Lekin vaqtimizda 10 million so'm avans alganmiz. Bugun hisob kitob etib, spesga etib, hammasini topshirdi Xudo xolasa. Asa ko'rib kuzatib boraverasizlar, kimlar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir atab o'tiramiz. Asa sog' bo'ling, salomat bo'ling, menga rahmat.